Nega aynan meni rovidaga chaqirishdi? O'qishdan qaydim. Buyrug'i ham chiqqan. Mana. Bu xabarni uydagilarim ko'tara olmaydi. Ketdingmi? Ha, ketdik. Afsuski, u oramizdagi Labay. omonatini topshirdi. Onam ham javob berdi. Adasi mashina! Adasi! Lekin boshqa farzandni ko'ra olmaydi. Adinam, adam bilan o'ynashdi ketdi. Sana muvaffaqiyat berdi. Voy, ne bir yoqdan sakrading? Nari tarafdan sakrashimiz kerak emasmidi? Sana bilmadim-u, men to'g'ri tomondan sakradim. O'lib ketmayman-u sanadim. Undan ko'ra adem bilan gaplashayman. Voy, Xavotir olma, hammasi chiki-chiki bo'lib ketadi. Ay, oyog'im. ish. O'zi tepadan ham pastga qaramayman-da. Past ekan o'zi. Ey, belim. Ko'zim yumush. Yana nima bor ekan? Ish. Hey mol! Hov dada, Shodini oldida nima qilyapsan? ayim berayotgandim. Bor darvoza taqilyapti. Hop. Dadam meni Shodi deydi. Molimizni ham Shodi deydi. Yaqinda it olib kelaman. Uni ham Shodi deysizmi? Yo. Shodiyorjon deyman. Yo'q hali. Eshikni och. Besunaqay. Hozir ketyapman. Ye, bola qandaysiz? Yaxshimisiz, sizmisiz? Odam sizni sog'inib ketdi-ku. Dalagacha traktorda keldi. Keyin dalada traktorimiz qolib ketgan. Bilmayman nimaga ekan. Hayronman, ko'rsaydim ekan bola. Kamiga 4 yil gaplashgan qizim tashlab ketyapti meni bola. Ishlarim yurishmayapti. Bilmayman, avariya bo'ldi. Tars etib kelib soldi. Hammasi dabdala bo'ldi bola. Shodi! Bor eshik taqilyapti. Besunaqay. Hozir ketyapman mana. Qarochi bola, 4 ta bolani bor-u, enalarini ko'rsatib yubordim. Eshityapsizmi o'zi? Meni uyim qayerdan topdingiz bola? Pasportingiz qolib ketibdi menda. Yo'q, 3 yil pasportsiz yurdimmi? Ha? Kep zo'r ish qilibsan bola. Hozir Shodi, o'tinlar terish kerak ish ko'p. Kim bu? bu kursdoshim, bolam. Meni ko'rgani kelibdi. Malades. Qani? Yaxshi. Zo'r qilsan kelib. Ketdik qani? O'tinlar kutyapti sizlarni. O'zi bola uyingizga yo'l-yo'lakay kiruvdim. O'qishdan xat keldi, shaharga ketyapman. Sizga ham keldimi? Menga ham xat keldi. Agar siz o'qishga borsangiz, men ham boraman. Voy, eski paytlar eslarkanmiz-da. Bo'la o'ynaymiz. Hech kimga yo'l bermaymiz. Hech qayerga bormaysan. Bu safar sizga muammo orttirmayman, dada.
Va'da beraman. Devorloqla, o'ylab ko'ramiz. Bo'ldi. Bo'la. Bu ishi tugamayapti-ku. 2 kundan beri uyingizda ishlayapmiz. Qachon ketamiz? Dadam ertaga toshlar olib qo'yinglar dedi. Olaylikchi? Ozgina qoldi. Men shu ketman. Bo'la, 3 kundan beri uyingizda ishlayapmiz. Balki ketarmiz. Dadamga aytishga qo'rqaman-da. Bo'lmasa qochaylik. Qochamizmi? Ha? Chiqing. Bular mashina to'xtating, ketaylik tezroq. Hozir. To'xta. Bo'la, mashina to'xtadi. Tezlashing, bo'la. Bo'la, chiqing. Yo'l bo'lsin, bolalar. Yovuz, dada uyga ketyaptik, sizni kutib turdik, ha? Kasalmi? Topgan gapini-chi? Nega kasal bo'larkan? Bu chakmasa, ichmasa, qizlar bilan yurmasa. Adajonisi, Ha? aytgancha o'qishdan sizga xat kelibdi. Borasizmi? Yo'q, o'qishda nima qilaman? O'z ishlarim yaxshi-yu. Menga siz yonimda bo'lsangiz bo'ldi. Boshqa hech narsani keragi yo'q. Hayotim yaxshi. O'qishda kerakli narsani o'zimga topdim. Ya'ni sizni. Uje menga diplomi keragi yo'q. Dada, o'qishga ketishga qaror qildim. Bu safar sizga muammo tug'dirmayman. Men bilan faxrlanasiz. Mayli, faqat bitta shartim bor. Toshkentga borganda o'zing kvartira topasan. Yeb icharingni ham o'zing hal qilasan. Kontraktingni ham o'zing to'laysan. Agar rozi bo'lsang, men roziman. Ketaver. Roziman, dada. Men hali uddalayman. Sizga jentira sovg'a qilaman. Qora bu. Dadajonimga degan yozuvlar bilan. Dadajonimga. Sharlar. Sharlar. Menga bunaqa xalq ko'zi uchun sovg'a beradigan farzand kerak emas. Qulay yo'qol. Dada, eshiting, dada. Tushundim. Maqsadni katta qo'yish kerak ekan. Hali diplom olib, xalqni rozi qilaman. To'g'ri. Yuring bo'la. Xalqni rozi qilaman. Otangni rozi qila oldin. Bo'la Toshkentga ham kelib oldik-a? Ha. Institutni ham topib oldik. Ha. Chiroyli qizlar ko'payib ketibdi, ha? Ha. Nima ha deyurasiz? Qizichimisiz? Yuring undan ko'ra kursdoshlar bilan tanishaylik. Mayli, kimni qayerda alishtirdingiz? Yo'lda alishtirdim. Shaharga kelyapmiz. Kir kiyimlarda kelmayman-ku. Chiroyli bo'lib kelay dedim-da shaharlik. O'xshamaganmi? Issiq ekan-ku. Bolalar, sizlar ham tibbiyot yo'nalishida o'qiysizlarmi? Ha, jigar siz hammi? Ha, birga o'qilganmiz. Biz birga o'qiymizmi, yo'qmi bilmadim-ku. Men chiroyli qizlar bilan ana o'qiyman. Yosh qiz. Tabiiy. Tibbiyot yo'nalishimi? Mana, to'xtab turing-da. Bu bola g'aflatga botib ketibdi. Ertaga o'lsa tobutini radiklar ko'taradi. Qizlar emas. Svetoyga mehrni berish kerak, radnoy. Svetoy dedimi? Bular bu bolalar inglizchani yirtib qo'yar ekan. Svetoy, nima bo'lganda ham gaz, svet, metan temalarga aralashmaslik kerak. Ketdik bo'la. Nega? Studentmiz oddiygina. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Ko'rinishdan tibbiyot yo'nalishida o'qiydigan ko'rinasiz. Ha? Tanishaylik, gaplashib, suhbatlashib, podkast qilibmi? Yuring. Yuring. Ha, ketdik. Marhamat. Rahmat. Baribir nomeringizni bermadingiz-a? Jozga o'tiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tirib olinglar.
Salom hamma yosh doktorlarga. Xush kelibsizlar. Ha, darslarimiz biroz kech boshlandi. Ammo yil davomida qoldirilgan darslar albatta o'tiladi. Xavotir olmanglar. Shu o'tilishdan xavotir olayotgandik-da. Bizga boshqa o'qishdan kelgan 4 ta talaba bor. Shodiyor, Abdulaziz, Ismoil, Suhrob. Xabarim bor, sizlarning o'qishinglar yopilib ketgan. Bizni institutni tanlaganingiz uchun rahmat. Aytgancha boshqa o'quv yurtlaridan ham o'quvchilar keladi. Bir hafta davomida. Balki eski kursdoshinglar kelib qolar. Xullas, men sizlarga ishonamanki, sizlar o'z kasbingizga juda ham mas'uliyatli bo'lasizlar. Onam Toshkentga borsang telefon qil degandilar. Telefon qilgunda bo'la. Ya, shart emas. O'z kasbinglarni sevadigan bo'lasizlar. Sevgiga faqat svetoy munosib, qolgani priting. Bo'pti, SMS yozib qo'ya qolaman. Va albatta orzuni kattaroq qilinglar. O'zi eng katta orzu Toshkentga kelib olish edi. Yo, bundan ham katta orzu bormi bo'la? Yo, menimcha bo'la. Kecha Asonovkada yotdik. Bugun kvartira topmasak bo'lmaydi. To'g'ri, ko'chada yotib bo'lmaydi degan gaplarni eshitgandim. Oh, men qidiraman. Bo'la, mana zo'r uy topdim. Remontini qarang, tozaligini qarang. Bu yerga odam kirgisi kelmaydi, uyaladi. Bu uyga kirishdan oldin bitta cho'milish kerak. Nech pul aka? $150. Zo'r? Kuniga. Siz ham qidirib ko'ring. Voh. Mana oyiga $200 ekan. Ikkita odam bor ekan, biza bilan 4 kishi bo'ladi. Shuni olamiz. Faqat bir xona ekanda. Yotaveramiz, to'g'rimi? O'rganib qolganmiz-ku, ha? Yo, bu uy bo'lmaydi, 27 kvadrat ekan, sig'maymiz. Bunisi-chi? 100 kvadratli o'zi ham yayrab yashaymiz. Narxi ham $250 ekan. Issiq suv, sovuq suvlarga turbalar ham o'tgan ekan. Nima deyaptiman men? Padvol ekan bu. $300 ga shinamgina uy. Shuni olamiz. Faqat oilaga ekanda bu. Doimgidek studentlar odam emas. Bo'la. Internetdan foyda yo'q. Undan ko'ra o'zimiz borib topamiz. Ketdik. Bo'la qoling. Balki shart emasdir adam bilan gaplash. Bo'pti, yur unda qo'shning bilan gaplashib. Yo'q, adam xos qamoqdalada shunga. Mayli qilma. Yetim katta bo'lish tushunaman. Hammasi ortda qoladi. Bu kunlarni ko'rmagandek bo'lib ketasan. Yetimcham o'zimmi? Jinimisiz? Adam qamoqda yotmaydilar, yo'q ishlaydilar. Bayram uzoqqa bormas ekanda. Nima? Bo'pti, yur. Ertaga ko'rishamiz adem bilan unda. Nech pul ekan? Oilaga 500, sizlarga 600 qilib beramiz bolalar. Remontini ko'rib turibsizlar mana, amerikanskiy. O'zimiz uchun qilganmiz. Yo'q, qolishdi-yu. Mana bo'la, oyga 200 mingdan ekan, zo'r ha? Yo, bo'lmaydi bo'la. Odam sal o'zini qadrini bilish kerak. Yaxshiroq kvartirada turamiz. Ketdik, topamiz. Nimaga? Zo'r-ku. Nimasi zo'r buni? Qani, kiringlar. Qani? Qani? Shu yerda yashaymizmi? Yo'q, bu qo'shnimning uyi. Prosta ko'ringlar deb olib kirdim-da. Shu turasiz ekan ishni. Ko'ringlar. Qani? Televizor bor degandingiz. Ishlamaydi-ku bu. Men ham ishlaydi demadim, bor dedim. Mana shu salsinga shuni qolsanglar bo'ladi. Oshxonani ko'ringlar. Davay. Shinamgina oshxonamiz bor bizni. Mana. Lyuks ukalarim undan zo'ri bo'lmaydi. Konditsioner bor degandingiz. Mana. Ochasan, ventilyator qo'yasan, muzdek havo haydab turadi. Qan? Keyin ko'rasan, kam. Kir mashina bor degandingiz. Yo'q. Ko'chaga qarachi nimani ko'rasiz? Mashina? Qanaqa mashina o'sha?
Kir mashina? Pichonim mahal demayman. Bular toptandik, xo'rlandik. Bizlarda ham g'urur bor aka. Ketamiz, shuncha kvartira bor. To'xta. Wi-Fi bor. Men o'ngda yotaman. Men chapda yotaman-da. Wi-Fi kodini yozganlarim kam. Kirsak kodsiz. Pulim qolmadi. Ha? Nima meni shaxsiy pulimga qarayapsiz bo'la? Pulingiz yo'q bo'lsa pul berib turmoqchi edim. Do'stlik shunaqa paytda bilinmaydimi? Pulim yo'qligini ko'rdingiz, endi pul berib turasizmi bo'la? Qanday yo'da? Yuring, quyoshda toblanamiz. Ketdik. Pul topishni o'ylaymiz, yuring. Ishlamasak bo'lmaydi. Meni uydan pul so'rar betim ham qolmadi. Jigarlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bo'la, o'zi siz nima ish qilasiz? Men dunyodagi eng zo'r ish qilaman, jigar. Onani duosini olaman. Bekorchiman deng. O'zinglarchi? Bizlar ham hozir bekorchi, lekin ish bo'lsa bosaverardik, ha? Og'aylarim ishchi kerak degan edi. Eng muhimi ish soati belgilanmagan. Glavniysi halol jigar. Halol so'ziga urg'u berib gapirsa sal qo'rqatdi odam. 3 yil oldin telefon olgandim. Ular ham halol degandi. Hozirgacha to'layman-da. Tog'am ham 7 yil bo'ldi mashina oluvdi. Ularga ham halol deyishuvdi. Tog'am ham hozirgacha to'laydi. Bo'la. Bir borib ko'raylikchi. Mayl boramiz, formani almashtiraylik, oq formani bormaymiz. Menga qaranglar, o'zi ishxona qayerda? Jonginam yuraverdi. Sigareta yo'qmi? Jigarim, assalomu alaykum. Jigarim, mana qarayishla. Tinchmi? Hoji onam, hoji otam, hammaligi. Tinchmi? Assalomu alaykum, Radik, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Tanishinglar, bular ham meni sizlarga o'xshagan radiklarim. Kecha qishloqdan kelishdi. Bir iksim divizionali, soqqali ish qilish kerak. Yaxshi. Yaxshimisiz, birodar? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Mana qarang. Xullas ko'chadan bitta loq topamiz, ko'yniga qo'l solamiz. Qarab turing. Qayerga qo'l solamiz? Ko'ngliga ekan. Assalomu alaykum aka. Jigarim, sog'liqlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Puldan muammo bo'lib qoluvdi. Yordam qilolmaysiz. Xo'p aka. Mana aka sizga pul. Bu pulingni tualetga ishlatasan, xo'p. Sendan kattaroq summani so'radim. Xo'p. Mayli aka, mana. Bor pulim shu aka. Bu boshqaga. Bo'ladimi aka? Bo'ladi. Rahmat ukam. Mayli, arzimaydi. Qali. Mujik, gapladi. Ko'rdingizmi? Endi sizning navbatingiz. Bosing. Qani bo'la? Aka, assalomu alaykum. Qo'lingizni olib qo'yaylik. Uydagilar yaxshimi? Dadam, onam yaxshimilar? Ota-onangni qayerdan bilaman? Yo, meni dadam, onam emas, sizni ota-onangizni so'rayapman. Mani ota-onam yo'q. Ammamlar, xolamlar yaxshimi? Xolamangni qayerdan taniyman? Yo, meni amma xolam emas, sizdan amma xolangizni so'rayapman. Mani xola-ammam yo'q. Men yetimxonada katta bo'lganman. Aka, karosh pul kerak edi. Qarashib tursangiz, o'lay agar qaytaraman. Bo'ldi. Shunaqa demaysanmi? Jonginam yuraverdi. Yetadimi? Bu 2000-chi tualetga ishlatasiz. Men 30 ming, 40 ming haqida gapiryapman. Bo'la! Voy brat, yomon yedilar-yu. Jonginam yuraverdi. Bo'la. Nima bo'ldi sizga? Bu pul topishdan ko'ra buni davlat qimmatga tushadi-ku. Boshqa ish topaylik. Trenga ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chaqirtirgan ekansiz. 3 yildan buyon qizim bilan uchrashasiz. Na uydagilaringizni yuborasiz, na o'zingizdan bir tayinli gap chiqmaydi. Qizimni qo'lida sovg'alar. Bir qarasam yig'lab keladi. Shu sizlar uchun sevgimi? Bir-ikki marta qizimni mahallada kuzatib qo'yganingizni ko'rdim. Ertaga qizimga uylanmasangiz ta'sir qilmaydimi bu? Indamasam yana shu holat bo'ladi. Shuncha payt qizimni ko'ngliga qaradim. Endi qaramayman. O'tgan safar qizimni o'rtog'imni o'g'liga beraman deganimda nimani boshlaganingiz esingizdami? Shunchaki tomga chiqqandik, havo almashtirgani. Bilaman. Qanaqa chiqqaninglarni? Qizim aytib bergan. Xullas, o'ylab ko'rdim. Va sizga aytmoqchimanki,
qizimni sizga bermayman. Balki yana ozroq vaqt berarsiz. 3 yil yetmadimi ho? Bir bola dunyoga kelib bog'chaga chiqardi. Keling, bir-birimizni ovora qilmaylik. Sizga bu oxirgi gapim. Xayr. Mayli, yaxshi qoling. Balki yana havo almashtirgimiz kelib qolar. Qattan bilasiz? Onasi, uydamisan? Qizingni umumiy chiqitga chiqazma. Borganda tushuntiraman. Keldingizmi Umid aka? Ko'zim ochdim borish kerak o'qishga, undan keyin sevishga. Yuvdim yuzim muzdek suvda, chunki issiq suvga yo'l to'lashga. Lekin oliy maqsadim niyat qilgan diplom kabi. Sababi hozir nolishdi, chunki bu hammasi o'tkinchi hayotda, bu dunyo sinovda. Har doim esda saqla, hech ham unutma, bu dunyoda hammamiz student.